Kuzatuvchilar, mana bugun bir obyektimizga keldik. Bu yerda iltimos qilishdi, bizga sifatli yaxshi narsa qo'yib beringlar deb. Chunki undan oldingi qo'yib berishgan mahsulotligisi juda sifatsiz bo'lgan. Biz ayrim insonlarning ishini yomonlashdan emas, mahsulotini yomonlashdan emas, prosta aybini aytib beramiz. Misol uchun biz hayotdagi mayda-chuyda narsalarga ahamiyat berib, boshqalarni yomonlash maqsadi emas, biz ochiq, aniq va qo'pol qilingan xatolarni ko'rsatib beramiz. Mana birinchidan, bu mahsulotimizda juda profili juda yupqa. Ikkinchidan, qo'yib ketgan ustalarning juda katta xatosi bor bu yerda. Bu xatolikda insonning hayotiga zarar yetgan, oyna sinib, mijozi oyoqlarini kesib ketgan. Xatolardan bittasi profil bir-biriga o'tirilgan. Bu yerda esa hech narsa yo'q. Nima hech narsa ushlab turmayapti. Eng katta xatolardan bittasi shu. Profil qotirilmagan. Shuncha maqtashgan. Burada katta xatolardan bittasi texnik xatolik ham deb bo'lmaydi buni. Qo'ygan ustalarni e'tiborsizligidan. Bu yerda profil qismlariga qotiriladigan stoper bor, oynani ushlab turishi uchun. Bu stoper juda ham nozik qilib qo'yilgan. O'shani hisobiga oyna chiqib ketib qolgan. Mana ko'rishingiz mumkin, oyna o'sha yerda.